Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Bugun sizlarga aglonema gulini tuprog'i va o'zini parvarishi haqida biroz to'xtalib o'tmoqchiman. Mana hozir menda qolgan aglonemalarim. Mana bunga e'tibor bersangiz 3 xil sort ekkanman. Mana yangi barg uyg'ongan. Bunda ham yangi barg uyg'onyapti, qizil bargli. To'g'risi aglonemalarni bargini juda yaxshi ko'raman, lekin sortlarini uncha qiziqib yodlab qolmaganman. Buni tuprog'i xuddi fiyalkanikiday fitilni qilib verxovый torf, agrobalt bilan perlit ozroq, asosan po'kak aralashtirganman. Mana fitilni qilib ekkandim. Buni ildizini qarang. Mana shunday ildizi o'sib chiqqan. Mana fitil ipi. Mana shu ip orqali ichib turibdi suvda. O'suvi yaxshi. Qish vaqtida ozuqa berganim yo'q. Endi mana kunlar yaxshi bo'lib boshlaydi. Ozuqalarni berib boshlayman. Mana bu sortimiz esa mana barglarning ajoyibligini qarang. Bu ham kichkina detkacha edi. Mana endi shuncha katta bo'lib oldi. Buni tuprog'ini esa universal tuproq bilan tayyorlaganman. Mana koksovik aralari, chipslari bor, vermikulit ham aralashgan. Mana buni o'suvi, mana bu endi chiqazgan bargi. Bu sortimiz esa rosa tez o'sadigan, juda beozor sort ekan bu aglonemamiz. Buni o'zi ham kichkina detka edi. Mana shu qatori bu tez o'sib ketdi. Keyin mana bolachasini ham bergandi. Bolachasini ajratib ekib olganman. Mana o'zini holati. Buni tuprog'i esa mana torf, perlit, vermikulit. Buni tuprog'i boshqacha. Mana uchalasi 3 xil usulda o'syapti. Deyarli barchasini usuvi bir xil. Sharoiti bir xil, tuproqlari har xil bo'lgani bilan usuv ham bir xil. Bular spreyni juda yaxshi ko'radi. Sprey qilib turaman. Ko'p sug'ormayman. Lekin mana bu fitilda o'zi doimiy tuprog'i bir xil nam holatda. O'suvi yaxshi. Mana ildiz chiqaz boshlagan. Endi ko'ramiz yana kuzatishda. Aglonemalar injiq gul emas, lekin bularni ham o'ziga yarasha kasalliklari bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri quyosh nurini xohlamaydi. Barglarni rangi o'zgarib qolishi mumkin. Ularda xlorofildan tashqari har xil karotinoid pigmentlar ham mavjud. O'shani evaziga bularni barglari mana shunday qizg'ish, mana shunaqa dog'li ko'rinishda ham bo'ladi. Shuni evaziga quyosh nurini, to'g'ridan to'g'ri quyosh nurini xohlamaydi, lekin yorug'likni yaxshi ko'radi. Parvarishi oson. Ko'payishi ham yonidan chiqazgan detkachasini bo'lib ko'paytirish orqali rivojlantiriladi. Azizlarim, meni aglonemalarim mana shu holatda o'syapti. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Bemalol sizni qiziqtirgan savollarni kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling azizlarim.